Ilgari ma'bad qurilishini to'xtatishga uringanlar endi Nahimyoga Quddus devorlarini tiklashga to'sqinlik qilmoqchi edilar. Ular Isroil xalqining manfaati uchun jon kuydiradigan bittasi kelibdi degan gapni eshitib g'oyat g'azablandilar. Quddusga yetib kelgach, Nahimyo ortiqcha e'tiborni tortmaslik uchun tunda devorlarning holatini ko'zdan kechirdi. Keyin u shahar amaldorlarini yig'ib, Xudo uni qanday boshqarganini aytib berdi va ularni devorlarni tiklashga ruhlantirdi. Ular g'ayratga to'lib, qurilishni boshlaylik deyishdi. Bundan xabar topgan dushmanlar ularning ustidan kulishdi. Ammo Nahimyo ishonch bilan samoviy Xudo ishimizning barorini beradi dedi. Ba'zida hayotdagi vaziyatlar bizni chalg'itishi va Xudoning irodasini bajarishdan voz kechishga majbur qilishi mumkin. Qiyinchiliklarga duch kelganingizda Xudoga ergashishda davom etasizmi?